ilahe illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah. Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz davomli sizlarga sunib kelayotgan 40 hadisninki sharhisining 11-hadisninki izohatini hozir huzuringizga sunamiz. 11-hadis shaklik ish va narsalardan qanday yiroq turamiz degan temada bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali Sibti Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve reyhanetihi radiyallahu anhu qal Hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem da' ma yaribuke ila ma la yaribuk. Ravahu Tirmiziyu ve Nesaiyu. Bu hadis nəhayət məzmunu mol, ləbzi qısqa. Bu hadisni alim ulamalar nurg'unlagan qoida, prinsiplarga ishlatgan. Demak, bu hadis bizga shaklik narsalarga qarata qanday muomala qilish, shak ishlardan va shak narsalardan qanday yiroq turishni o'rgatadi qarindoshlar. Bu hadisda endi Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bizga bildirmoqchi bo'lgan narsa da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya'ni seni shak tashlaydigan, seni gangirtib qo'yadigan, seni ikkilantiradigan narsadan ikkilantirmaydigan narsaga ko'ch, yo'tkal degan bo'ldi. Demak, biz nurg'un narsalarda shunday ikkilanib qolamiz, gangirab qolamiz. To'g'rimidu, xatomidu? Bu qanday bo'lar deymiz. Endi biz uni kuchli tarafini o'zimiz bilamiz, qarindoshlar. Bu hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi va sallam bizga shaklik narsalardan, ya'ni gumonliq narsalardan yiroq turishni, gumonliq ishlardan yiroq turishni alohida o'tirib qo'yib, yani tark etgan. Bu yerdagi buyruq olimlar deydi, bu sunnat deydi. Ya'ni shaklik narsalar bo'lib qolsa, buningki o'zgarish bo'lmay qolsa, bu narsadan yiroq turishi lozim. Bu shaklik narsa hamda mayli yemak-ichmak masalasida bo'lsin, mayli so'z bo'lsin, mayli ish harakat bo'lsin, mayli siyosiy ishlar bo'lsin, mayli boshqa har qanday ish bo'lsin, bu hadisda biz umum yüzlükçe hamma narsaga shaklik narsadan, gumonliq narsalardan, ishlardan o'zimizni tortishimizningki muhimligini ko'rib olamiz. Hamda biz davomli o'tirib qo'yib kelayotgan hadislarningki mazmunlardan boshqa hadisningki ravisi, ya'ni hadisningki muxbiri. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan bevosita anglagan, Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan bevosita o'rgangan sahabalarninki qisqacha tarjima holi bilan tanishib o'tamiz. Bu hadisninki muxbiri Abu Muhammad, ya'ni kunyati. İsmi Hasan ibn Ali. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki navrisi, ya'ni Fatima radhiyallohu anha onamizninki cho'ng o'g'li. Endi Hasan ibn Ali, ya'ni Ali radhiyallohu anhuning o'g'li Hasan, bu Abu Talibninki o'g'li Alining, ya'ni Ali radhiyallohu anhuning o'g'li. Bu Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bu sahabani nəhayət qattiq maqtagan, bakli yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhisolamninki rayhoni, ya'ni xushpuroq, nəhayət go'zal bir Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki alohida hurmatlishiga erishgan navrisamdi. Cennet ehlininki seyyidi. Bu kişi hem de Hicriye 3. yılda Şaban ayında doğulgan. Bununki doğuluş
münasebeti bilan Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir qo'yni o'ltirib buningga aqiqa qilgan. Hammamiz bilamiz, aqiqa qilish bu sunnat. Sharoitimiz yer berib qolsa. Bu Hasan radıyallahu anhu nurg'unlagan hadislarni Peygamber Aleyhisselam'dan bizga yetkazgan. Ya'ni soni ko'p emas, lekin beklam mol mazmunluq. Cemi 13 tane hadisi var. Bu nihayetde halim, egir besiq, yaxshilikni yaxshi ko'radigan, yaxshilikdan musobiqlashadigan bir sahabi. Nihayetde tili ravan. Iroqqa Ali radıyallahu anhu şehit kılıngandan keyin xalifa bo'lgan 6 ay muddatda. Ve keyin Muaviye radıyallahu anhu bilan ikki taraf bo'lib urushish ahvoli maydonga kelgan vaqtda bular sulhlashib xalifalikdan voz kechgan. Xalifalikni Muaviye radıyallahu anhuga o'tinib bergan. Endi buni nima uchun shunda ahvol yuz berdi? Xalifalikdan voz kechdi. Hijriya 41-yili munda bo'lgan. Kishilar bu yilni hamda birlashish yili deb atagan. Chunki musulmonlarning hammasi bir xalifaga bay'at qilib, bir xalifaning buyrug'i bilan mangadigan holatga kelgan. Bu Hasan radıyallahu anhu yetishgan alim, mujtahid. Muaviye radıyallahu anhu alim, mujtahid. Endi o'tirda ba'zi o'xshamagan qarashlar, farqlar bo'lgan. Har ikkisi mujtahid bo'lgandan keyin mujtahidningki to'g'ri qilsa, ikki savob, xato qilsa bir savob berilganligini hammamiz bilamiz. Shunga bular ijtihodda ma'lum xatolik bo'lgan bo'lsa-mu, xato ketgan bo'lsa-mu, o'zingizcha nafsin deb yoki o'zining shaxsiy manfaatini deb emas, shu islom ummati musulmonlarning manfaatini deb Hasan radıyallahu anhu, İmam Hasan xalifalikdan voz kechdi. Biz endi hozirgi davrda o'ylab qolamiz, bunda odam bo'lamdi deb. Bu kim tepiladi? Chunki Hasan radıyallahu anhu ayni vaqtda qo'shin boshlab chiqqan. Muaviye radıyallahu anhu nurg'un qo'shinni boshlab chiqqan. Hasan radıyallahu anhu da qarg'udek bo'lsa, ikki tarafdan endi bu urushda g'alaba qilish uchun ikki taraf qattiq bir-birini qirishga to'g'ri kelganligi, nurg'un musulmonlarning shahid bo'lganligi, o'ldirilganligini shahidchi faraz qilgan. Shuning bilan Hasan radıyallahu anhu bo'ldi, men xalifalikni Muaviyaga o'tindim. Musulmonlarning qinini saqlab qolish, musulmonlarning birligini saqlash, musulmonlar hokimiyatini saqlab qolish uchun shu vaqtda shunda eng zo'r badal to'lagan. Endi hozirmi shunda Hasan radıyallahu anhudek kishilarning chiqishini biz bakmi orzu qilamiz, umid qilamiz. Endi bu ishlarni mayli tashkilotchilikda bo'lsin, mayli boshqa siyosiy sohalar bo'lib qolsin, mayli da'vo ishlari bo'lib qolsin, bu ish nihoyat oz ko'rildi. Hasan radıyallahu anhu shunda cho'ng, zo'r badal to'lagan sahabi. Bu sahabi Hijriya 50-yili Madinada vafot bo'lgan, Baqiya guruhining dafn qilingan. Yana İmam Husaynninki aksi İmam Husayn İmam Hasan radıyallahu anhudan bir yosh kichik. Shuningdek biz bu hadisninki ravisining qisqacha tarjima holidan tunishib o'tdik. Buning to'g'riliq yozilgan maxsus kitoblar bor. Endi buni deb kelsak, o'rin unga tarliq qiladi. Shunga İmam Hasan radıyallahu anhu Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bisharat bergini, Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki alahide nebuvet çırığı bilen Peygamberimiz nimdi deyidisi. Bu meninki, bu nevrem ikki dana çoğun guruhni, ikki dana çoğun qo'shinni ittifoqlashtirdi degan, birlashtirdi degan shu hadis bo'yicha İmam Hasan radıyallahu anhu o'zining mas'uliyati, majburiyatini ado qilgan. Endi bu hadisninki islom qonunchiligidagi o'rni intayin bek muhim. Bu o'zimi labzi qisqa, ma'nosi mo'l.
Bununla ulamalar, mujtahidlar bizninki İslam şeriatimizde şübhilerden yirak duruş, halal aniq bo'lgan halol narsalarga amal qilish, shuni iste'mol qilishga bu hadisni dalil qilib ko'rsatgan endi. Shuningdek biz davomliq da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ba'zi rivoyatlarda, ba'zi variantda da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Araba yuribudan chiqarganligi bor. Bu ikkilisi to'g'ri hadisniki. Demek endi sheklik narsalar bo'lib qolsa, sheklik narsadan yiroq turish, sheklik narsalarni biz iste'mol qilmasligimiz, demasligimiz, sheklik narsa desam bizning kallamizga davomli yeydigan narsa, ichadigan narsa, xarjaydigan pullar kelib qolsa bo'lmaydi. Mayli shu sheklik bo'lgan, tekin uqmaydigan, biz bilmaydigan so'z harakatlar bo'lib qolsin. Mayli endi boshqacha bir faoliyatlar bo'lib qolsin, endi sheklik narsadan yiroq turish bu bizning başta tıklanmaydigan mesuliyetimiz. Bu her bir kişi özüge nisbeten koyduğun talep. Müslümanlarınki alayida bir dikkat kıldığın, mühim bo'lgan bir iş, şeklik nesle, mesela yoki bo'lmaganda haramga yaqin narsalar bo'lib qolsa, bundan yiroq turishi, o'ziga nisbatan talabni yuqori qo'yish kerak. Boshqalarga emas. Fatvoda amal va osonni, qulayni xalqqa bir yaxshi sharoit hozirlashni maqsad qilib fatvo qilishi. Lekin o'zi kelganda har bir kishi taqvolikni chang tutishi, naytichi bekla talabni yuqori qo'yish lozim. Sahobalardanmi rivoyat qilingan shu hadislarda va boshqa shu kitoblarda biz bir haromdan saqlanish uchun 70 tane halalning ishkini taqaytdik degan rivoyatlar bor. Shunga endi haromni yegandan keyin duo ijobat bo'lmaydigan gap. Haromni qilgandan keyin duo ijobat bo'lmaydigan gap. Shunga biz nima qilib duoyimiz ijobat bo'lmaydi, nima qilib shunda deymiz. Alloh subhanahu va taolo bizga nihoyat yaqin. Bizning duoyimizni ijobat qildi. Lekin shu duoning shartlari va shart bo'yicha duo qilsak, shart bo'yicha ish qilsak. Alloh subhanahu va taolo bizga yordam berdi. Lekin Allohning qo'ygan talablari, imtihon sinoqlarga to'g'ri biz javob bera olsak, shu bo'yicha ish qila olsak. Endi Imom Ahmad Musnad degan kitobida o'sha Abil Havra As-Sa'di radhiyallohu anhudan dedi men Hasan ibn Aliga Payg'ambar alayhisolamdan bir narsani siz eslay olamsiz? Payg'ambarimizningki huzurda bo'lgan shunday farizkorlik, taqvolik to'g'risida desam, Hasan radhiyallohu anhu dediki, men bir kuni bir zakatga kelgan, o'shirga kelgan bir xovmidan birinchi yeb qolgandim dedi. Uni og'zimga solgandim. Payg'ambar alayhisolam uni shu og'zimdagi shu shulgayli bilan birga ilib xovmini tashlab etdi. Demek bu bir tal xovminimi yeb qilishni payg'ambarimiz xohlamagan. Payg'ambarimiz dediki bu yerda biz sadaqa yemaymiz. Ya'ni zakat yemaymiz. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamga Baytul Maldan, ya'ni g'animatninki 5dan biri bu ayrıldı. Şu yüzden, şu sebepten zakatlanıcı Peygamberimiz Peygamber evladlarına, Beni Haşim'a bunu haram kıvetken. Şuna zakat, sadaka demek hem de Allah yolda işilten dep bergen pul ya ki şu zakatlarını cayığı işiltiş, cayığı tekküzüş şu alim ulemalarının ki mesuliyeti Xudo Peygamber Aleyhisselam bir tal xo'mandi. Bu xo'ma bir çoğ narsa emasda. Şu xomini yegenge darru xomini eliplam Peygamberimiz biz bunu yemeymiz deb bu hadisinki 101 sebebi da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Yani sen shekke yani gangrashqa bir xil ikkilinishga elib boradigan narsa bo'lib qolsa buni tashlab ikkilinishga elib bormaydigan aniq narsalarni qilgin yoki shuncha yegin degan bo'ldi. Hakikaten hem de hadisinki ahiriste rastçılık bu hatırcamlıktır dedi. İnsan rastçıl olsa hatırcam yaşaydı. Sahtipaz aldamcı olsa yalgan gap qilgan sari yalgan gapninki tüvi qarang'u deb texmi o xapılıqqa qoladi. Yalganchininki quyruq bir tutam degan so'z bo'yicha yalganchi o'zininki istiqbolini dunyo va oxiratda yo'qtidi. Endi bu yalganchilik degan nima bo'lsa, bu bir shak bir gumonliq ish bu.
yolg'onchilik degan. Şon Peygamber Aleyhisselam nima qildi bizga? Bu duoni o'rgatdi. Allohumma hdini fi man hadayt. Ey Allah bizga hidayet qilg'uvchilar, hidayet qilingan kishilar qatorida hidayet qilsizlar. Ey Allah va afini fi man afayt. Meni jo xotirjam, tinch qilgan kishilar qatorida xotirjam qilsizlar. Ana ikinchi desa Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallam endi bu duolarni o'qisak oxirigacha bu ko'pkan. Buningda endi nimishqa bu hadis va hadisning ravisi Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu bo'lib qoladi. Bu so'zlaydi desa. Endi buningda Hasan radhiyallohu anhu bu hadisni so'zlashda, bu hadis qarta. Demak bu hadisni Hasan radhiyallohu anhu mushu Muaviye ibn Abi Sufyan'a bayatni degandek urush qilish uchun shu nurg'un qo'shinni yig'di. Ikkala taraf urush qilib tayyor bo'lgan chaqda Hasan radhiyallohu o'yladiki, bu nurg'un odam o'lgandan keyin, anandan keyin bu urushda g'alaba qilib bo'ldi ekan deb, buning uchun shakllanib qoldi. Bu zodi bu ish qanday bo'ladi? Demak, endi bir huquqni deb yoki bo'lmaganda xalifalikni deb mushunday kishilarning shahid bo'lishi yoki o'lishi to'g'rimi dedi-da, bo'ldi men nimadan o'zimning haqqi bo'lgan xalifalik huquqidan voz kechib, mening qarindishimcha Muaviyaga men huquqni topshirib berma deb xalifalik huquqini topshirib berdi. Nima ish topshirib berdi desa, fitnani yo'q qilish uchun, ixtilofni yo'q qilish uchun, ziddiyatni yo'q qilish uchun. Hamda bizga hozirgi masala masalan, bu aramiz bo'layotgan ishlar nima uchun bunday tugmaydi desa, bir şu şekillik, gumanlık işlerini biz tekşürmeyimiz. Tekşürmey, mesela bir narsa çıkıp kalsa, ya şu ustazlığa, ya rehberliğe, ya şu baş kişilerge, mandaken demezdiler, Facebook'a, Twitter'a bunu kopurumuz ya ki WhatsApp'lar yolu bitimiz. Bununki derimiz çoğu ise, nahit iğir cinayeti, kırındaşlar. Bir narsını tekşürüş gerek, tekşürmeye durup, onda töhmet, abroyu navatik tesir edilen, ya ki çoğu, asas yok narslarını yollaması gerek. Çünkü Kur'an'da وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا dedi. Sen bilmegen narsanga ergeçme. Bir narsaga ergeç üçün sen çoğun bunu bilişin gerek, sürüştürüşün gerek. Bunun tigi nereye vardı, nereden çıktı, kim, qanday qilmoqchi. Çoğun bunu bilişin, sürüştü qilishing gerek. Sen bunu sürüştü qilmay, önce tekşürmeyle ergeçip mengili versen, اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ sen anlaş sezgüyün, kuluqun, küzen, kalbin hemizce sorak tatıldı. Akâne anhu mes'ula. Şuna biz hem de sorak tatılmaydığı okşayımız deyip, elki ağzımızı kegen desek, ya ki torlağa yolu etsek, ya ki hem de namsız alette başkalarına hücum kılsak, urunsuz alette başkalarına töhmet yapılsak, bunun cinayeti pek ağır. Şuna Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis demde dese, menil muflis, muflis iflas, veren bu adam kim? Yani kuymuş kim? Degende sahabeler onunki meli ve ço ners kerekleri yok algan ya ki başka mesela ço iqtisodiyotda ağır ziyan uçurgan adam debdi. Yo'q. Sizlar uni deysizlar, lekin muflis iflas adam nayt ko'p o'qigan namozlari bor, tutgan ro'zalari bor, aragan zakatlari bor, lekin bu ço buni tillaydi, shatama haza. Mesela qazafa haza, aniq bor. Bunun ço töhmet yaplaydı. Bunun nispeten ço hakaret qiladi. Şunun bilan bu qilgan jinoyat töhmetleri sebeplik bununki savabı anınğıçı eppirildi. Eğer bunun savabı bulmay, savabı tükep gitip kalsa, töhmet çaplanğıçı, hakaret kılmağıçı, tıllanğıçı, muşu mezlum biçare nınço günahini anınğa yüklep koyuldu degan sahih hadis var arkadaşlar. Şu her bir sözde dikkat qilsak bo'ladi. Egzim baldı deb, egzim baken deb. Yak başka yerde biz ana şeriatningki ve yak şu kanunun cezası uçurmaydı ekanmiz deb özümüz aldığımız kelgancha qilaversek bu bo'lmaydi. Şuna biz davomliqcha hamma narsani tekshirishimiz kerak. Bu tashkilot, bu partiya, bu ish qilayotganlar nima ish qildigan odamlar, bu kim, kelib chiqishi. Biz hayajonlanib bir narsani keyin menib ketsek, o ko'rinishda deyilish gap bek to'g'ri bo'ldi. O gap deganga jiq desmay ketmaydi. Gapga bajanmaydi degan gap bor.
Şuna olan özünün ideyisini tuydurmay kişilerge sındırıb ötüdü. Hem özümcü azıdı, başkalarının azdırdığa iş çıkıdı. Şuna biz buna nihayet dikkat kılışımız lazım. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste mening bu oğlum seyyiddir. Allah subhanahu wa ta'ala şu Müslümanlardan boğan her işkili çoğun guruhni bu arqılıqçı ıslah kılıp, oңşap, yaxşılap birişi enek degen. Demek Peygamberimizin bu sözü biri möcüzlik ispatlandı, ikincisi şu ise mana Müslümanlardan boğan degen ki Muaviye Müslüman, Muaviye taraf İmam Hasan radıyallahu anhu mu Müslüman. Bu işkilisi şu ıslah oldu ahiriste Umayyad suralisi ve başka ondan kimki halifelik devletler kuruldu, Müslümanlar nihayet küçeydi. Demek biz hem de hakiki mümin Müslüman bolsak biz bilginimizge amel kılışımız, dünyalık menfaatimiz, dünyalık bizimki nisibimiz kitip kalsın ahiretlikni dep dünyalıktan vazgeçeleydiğen bir ruh buluş gerek. Yani hukuk ne? Ya bir mensep ne? Ya ki bir amel ne dep milletninki menfaat ziyan uçraydigan ya ki umumi Müslümanlarninki ağır talabet uçuruşuq sebepçi olgan kararlarını ep qalsak ya ki Müslümanların terakkiyatıga biz ta'sir etkizip qalsak bunun cinayetini çıkmak pek tez. Bizge hem de Muşa Hasan radıyallahu anhu dek bedel tüleydigan rehberler nahayeti kemçil buluvatıdı. Şu anda biz şu dini cihetike menfaatler, dini cihetike payda iş olsun mu, başka aklaydığa iş olup kalsa, biz onunla tanışıp, ya konmağın için, biz onunla başka bir men kılsam, obdan kıldım deyip, ihtilap deriydiğen işlerini kılsak, demek bulmaydı demek şimdi. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu İmam Hasan rahimahullah, radıyallahu anhu'nun nihayet edip yaxşı gördü. Bu hadisindeki asaslık nemesi ne? Enak boğaşını eliş, kubul kılış ve şübhilik neslerden yarak duruş mesela. İlgirki hadisler beni tepki etti. Şu bir adam şübhilik neslerden yarak dursa özün dinini paklagan bol deydi. Hem de dinini paklaşta şübhilik işlerini kılsak, şübhilik iş adamların gumanga, töhmetki koyup koyduğun gibi. Şunlaşkı biz şübhilik işlerden yarak duruşumuz. Meyli o yemek içmek olsun, meyli siyasi işler olsun, meyli ictimai işler olsun, şübhilik işlerine yakın kelmeslikimiz bu intayın muhim demek şimdi. Şimdi Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu hadistiki hem de da'ma yaribuke ila ma la yaribuk degen bu sözü nemi uqturdu dese bu endi ulamalar deydi bu terk degen qilgan buyruq sünnet deydi. Perhezkarlıkni başla şübhelik işlerden yirak dur. Degen bu sözü hem de mesela şübhelik işler qanday dese şübhelik işler nayet köp. Mesela bir günü Ömer radıyallahu anhu özünün hizmetçisine bir tügünü sığıp gelişki buyurgan. O tügünün botluğu boşunup gitip tügünü imvagan, şonsu çıkmagan. O hizmetçisi tügünü sağanmagan deken aylıqı yıqqan zakatqa yine devletninki hazinesiga kirgitip bolgan tügünü sığıp ep kelgen. Bunu içken deken işip bolgan deken hizmetçisi degenki ya Ömer radıyallahu anhu bu tüge özünün botluğunu imitip aptı. Şunu bilen men sağanmadım. Men aşu sadaqaga kelgen, zakatqa kelgen tügünü sağdım. Şunu sütü bu degen Ömer radıyallahu anhu bununla kayıgan. Ve daru Ali radıyallahu anhu'nu çakırıp ekilip Ali radıyallahu anhu'ga bu müşna qıptı, bunun qanda hüküm qılsa degen. Demek ki Ali'den soraydı ise Peygamber aleyhisselam Ali'ne aqdakum liman Ali dedi. Hükümge en usta, Kur'an hadisle hüküm çıkışka en mahirinla Ali radıyallahu anhu degenlik üçün Ali radıyallahu anhu'dan sor. Ali radıyallahu anhu toğra, senin bu işkinin hata emas dep fatva bergendiğin keyin özünün işin Ömer radıyallahu anhu hatırcam qilib qarindoshlar. Şu anda böyle da'ma yaribuk ila ma la yaribuk degan gapni muchqido desangman. Bir işte şekillenip qalsak ya andamutu ya mandamutu. Mesela bir adam
Таң etib қалғанмыты, etib қалмағанмыты деп Рамзанда, мәсәлән, roza tutqan bo'lsa, şekillenip qaptı, ikkilenipti. Onunğa soğurluq yeyiş şu, onu toğra. Çünkü keçininki halti, keçide şu qopqanlıq halti ya keçininki davamlışı o mevcut. Boğan deken keçide bunu yeyitip qılsı bulur. Lekin endi ko'ralaydigan bo'lib qalsa, derezini etib qo'yib, ana deken saat bilan bilalaydigan şop qalsa, onu qasdan qilsa bo'lmaydi buni. Lekin endi qilib bo'lgan deken ancha tağını etib ketganligini his qilgan bo'lsa, bunu ço soğurluq yese bununla hech nima bo'lmaydi demoqchimdi. Bilinmagan vaqtda. Masalan, hamda bir odam bir kiyikni etibdi. Bu atqandan keyin kiyikço suvga sakrab suvda o'lib qolibdi. Yoki uni o'ltirishga bir tutib kelishga itni qo'yib beribdi ekan, o itini. Bu it bilan yani Müslümanın işini koyup berse, kafirnin işi kelip ikki ishti bo'lib qolibdi dedi. Bunda olgancha olsa bunu yemeydi dedi. Endi suv ichib ketib qolsa-mı, bunimi yeyishga bo'lmaydi. Chunki suvda o'ldimi yoki bu o'q tekkandan keyin o'ldimi, buni uqul olmaydi. Aslında masalamdi. Shunga bunda biz hamda ixtilof bo'lgan masala bo'lib qolsa, u munkar emas, qarindoshlar. Ba'zi masalalar ixtilof bo'ladi. O'xshamagan qarash bo'ldi, masalan. Va man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, va zalika ad'aful iman debpa. Birada bir munkarni ko'rsa, falyughayyirhu bi yadihi. Uni qo'l orqali o'zgartirsin dedi. Kuchi bo'lsa, huquqi bo'lsa, uning amali bo'lib qolsa, qo'l orqali o'zgartirsin. Agar qo'l orqali o'zgartirishga amali bo'lmasa, til orqali o'zgartirsin, chiroyli gap qilsin. Nayt shu ilmi uning uchun tarbiya qilsin. Onunğa mı qılanmasa qalbin narazi olsun. Münkerge onda razı olup zaten muşunda buldu desek bulmaydı. Münker hata iş, şeriatga uygun bulmagan, İslam prinsipiga uygun bulmagan narsaga biz narazılık bildirishimiz lazım. En az bo'lganda qalbimizda. Va zalika ad'aful iman. Ana aşuchu en aciz iman dedi. Acizlik holatida qilib qoladi. Tili bilan qo'ldan qilinmay qolsa masalan. Endi buningda munkaran dedi. Munkar degan nima degan bir savol tug'ildi. Munkar bo'lib qolsa buningda endi alim ilmlar ixtilof bo'lgan narsa munkar emas. Masalan, ma mazhab buni to'g'ri deydi ekan, yana birisi to'g'ri emas deydi ekan. Ma'lum kishilar buni halol deydi ekan, ba'zilar harom deydi ekan. Bunda bo'lib qolsa, o'xshamagan qarash bo'lgan narsani biz o qat'iy xato qilgan u va baynahuma umurun mushtabihat. Shubihlik bo'lgan narsalar yana buludi. U shubihlik narsa. U harom emas, u halol emas. Endi farizkor bo'lay, mencho Muşunda bir töhmetki qalmay, yoki olmagan chaqda o'zimni bir bakroq bu aram narsaga tushib qolmaslik uchun bundan yiroqlashay desa, bundan yiroqlashgani yaxshi. Buni qilmagan yaxshi. Agar hamda bu qilib qolsa, uni voy sen aramni qilding, u bu degili bo'lmaydi. O chunki baynahuma umurun mushtabihat. Mushtabih. Shaklik narsa degili bo'ldi, aram degili bo'lmaydi. Bundan nurg'un masalalar, buncha hukmlar chiqadi. Masalan, hamda yeni bir mesele bunun da bir işenç bilen eniq mesela taharet yaptı bedim. Taharet algandan keyin bu adamninki tahareti sundu mu sunmadı mı? Taharetim bağımı yok mu deb şekillenip qaptı. Bu adam desa taharetini alganlık esidi ba eniq. Taharetin sunduğanlığı esidi yok olsa tahareti ba oldu. Mesela istishabul hal deymiz usul fiqh qoidasi bo'yicha aslilikka hukmni kuchga qilish. Mesela bir adam taharet algan tamam, almagan tamam mı dese, taharet algan tamam ya dese, onun tahareti yok oldu. Çünkü o taharet algan almaganlıqda şeklendi, ikkilendi. Qarindoshlar, şuna bu hüküm bakadan baka chiqmaydi. Ulamalar anda asman qarablam gapni qilmaydi. Mesela bir adam bayatni degandek namozda taharet sundurib salgan tamam mı, taharetin sunganmi sunmaganmi dese, bu Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu hadiste aniq ifodalandi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi, Peygamber aleyhissalom bunday degan dedi. Bir adamlar o'ziniki qo'shiqda ma'lum narsani boy qilsa, yo qo'shiqqa qilibdi yoki bo'lmaganda endi chiqib bir g'alati bir sizim paydo bo'libdi. Enanga o qo'shiqdan bir narsa yel chiqib ketdimi, chiqmadimi yoki masalan taras sunib ketmadimi uqmabdi. Bu herkes masjiddan chiqib ketmasin dedi. Qanday desa, ovozni anglamag'icha yoki puroqni purmag'icha dedi. Demak, endi tarata odam degani ya ovozni anglasa yoki puroqni pursa, anandagi suni degan ekan, sheklan siz chiqib ketmang demoqchi.
Peygamberimizin bu hadisida aniqcha bizga ashuni bayatni degandek sahabul halga nima aslilik hukmni kuchga qilishga dalil var. Çünkü o tertip kirgan ya o. Mesela bir adam ayolimin talaq qilganmi, qilmaganmi, bo'lganmi, bo'lmaganmi desa, buningki o talaq bo'lmaydi. Chunki aslida nikoh bor. Bir ayolni uchun nikoh qildikmi, nikoh bo'lganmi, bo'lmaganmi desa, aslida nikoh yo'q ya. Shunga o nikoh bo'lmay, shakllanib qolgandan keyin aslilik hukm kuchayib qolgan ahvollar bor. Qarindoshlar. Shunga biz nurg'ulg'an masalalarni alim ulamolarningki, mujtahidlarningki tirishchanligi bilan aniqcha uqib olaymiz endi. Şunlaşqı biz bazı meselelerde özümüzninki kalası kelgan bo'yicha desek, buncha qilsak bo'lmaydi. Nurg'ulg'an masalan, parizkorliklar var. Masalan, g'iybat qilmaslik, va la yag'tab ba'dukum ba'da masalan. O'zaro bir-biringizning g'iybatini qilmanglar. Masalan, g'iybat desek hozir, endi g'iybatda emas tavsif yak ta'rif deb qo'yib qilgan ish bor. Masalan, bunday yerdan yiroq turishimiz kerak. Boshqa ishni qilmagan bilan biz cho'shib yeymaymiz, to'g'ri. Aroq ichmaymiz, lekin ashning o'xshash bo'lgan harom ishlarni ba'zi qilib solamiz. Biz undan boshlab endi diqqat qiladigan masala ekan bu. Chunki g'iybat degan nima desa, zikruka akhaka bima yakrahu. Qarindishingninki yoqtirmaydigan so'zni yo'qiyadi deyishing bu g'iybat. Deganda sahobalardan birisi payg'ambarimizdan so'ragan. Ya Rasululloh, uningda biz degan ish bo'lib qolsa-chi degan. Shu bo'lsa g'iybat, shu ish bo'lsa, agar u bo'lmasa tuhmatxo'rlik jinoyat bilan jazolanadigan gap. Shunga biz cemiyetimizni inoq ittifoq qilamiz deydiganmiz, shunday shakl ishlardan-chi yiroq turishimiz bu intayincha muhim. Endi bu hadisdan yana nima chiqadi desa, endi buningda shu al-yaqinu la yazulu bish-shak. Ya'ni aniq bo'lgan ish shak bilancha yo'q bo'lmaydi. Bayat misol qilgandek, aniq bo'lib bo'lgan ish shak bilan yo'q bo'lmaydi. Chunki aniq degan kuchli bo'ladi, shakchi ojiz bo'ladi demakchi endi. Bu nurg'ulg'an deliller var. Hem de bu Allah Subhanahu ve Teala mesela Kur'an-ı Kerim'de وَمَا يَتَّبِعُوا أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا dedi. Mesela onların köpüncüsü guman karşıtı perez. Mesela o şirketin gençler penterakkiyat bazı işlerin gumaniyetler, guman. Manda bulanık, manda dedi, mançı yıldan keyin onu biz inkar kılıp çıkıdı. Yeni birisi şu ay ma doğru iken dedi. İş kılıp bu işlanca hem ister bir guman bilen. Menip kaldığan gibi hem de. Bu guman degen bu haktın iş kanı bir nesinin bir hacet kılınmaydı dedi. Şuna biz eliqi guman bilen bir işini kılsak bulmaydı. Şuna Müslümanların nispeten, qarindaşlarımın nispeten çok yaxşı gumanda buluşmasın. İnne bazılarını ismin ve la tecessesu şuna. Bir kısmı guman çok cinayet. Yaman guman kılsak bulmaydı. Şuna zunnu bil mu'minine hayra debba. Mu'minlerge yaxşı guman kılınlar, yaxşı oylanlar. O mandatı, belki manda oluş mümkün. Ya anda emesti. Ya manda demey, biz çok hazır hem de bir xil kesellik yaman olup gitti. O çokum mundaq, köygendek, badek yap kıldığan gap. Nurgulluğun uruşlar, inaksızlıklar, nurgulluğun xaplıklar, muşuna guman, şek bilen, şu üzününki teliğe aylandırıp, ya ki delil fakit kılıp bir xil üzünün gapini gap kılış için, yalğandın gapini kılış, yalğandın çok töhmet kılış arkalık, ictimai inaklıkımızga tesir etkizotkan işler var. Manda bozu bulmaydı qarindaşlar. Şuna Allah Subhanahu ve Teala bizim çok g'iybat qilishdan, gumonxo'rlik qilishdan, haq so'zlasak çok, haq so'zlashga buyurdi. Masalan, g'iybat, yomon gumon bu çok jinoyat. Bunda qilsak bo'lmaydi. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki mana şu hadisida bir adam şu namazı turup şekillenip qalsa, namazdan çıkıp ketmey, namaz tertim ba deb turup namazdan o'qiy basun, bu ya ovozini anglamog'icha, yoki bir puraqni purmog'icha degan. Endi shunga biz har qanday ishda shu parizkor bo'lamiz desak, shubhalik narsani tark etsek bo'ladi. Parizkor bo'lamiz desak. Endi sahobalarninki bayatın so'zini deb o'tdik, boshqacha salafus solihin alim ulamalar mesela. Abdullah ibn Mübarek radıyallahu anhu şu özünün vefat buluşu az qalganda kiyimleri kitib atqanken şu vaqtda bir talqan ishkisi kepti. Talqan bormi deb so'rganki yo'q debdi. Birisi menda bor debdiken. Bu kishi şu vaqtdagi hokimiyatga ishlaydigan kishi ekan. Shuning bilan talqanni chelib akab berilmo deganda yo'q deb talqanni yemay ketib qopti ekan endi. Şu hammamiz o'zimizni tekshirishimiz, o'zimizningki ahvolini Kur'an hadisga udulishimiz,
Andın biz net ketkizip koyduk. Nimiş ki şunda buldu. Bunu ço enik ço bir özümüzge sep bakışımız bu intayın ço mühim. Şuna ilgiriki hem de o salaf salih yılda mesela ço alim ulamalarda bo'lgan parizkorlik, taqvolik pek yuqori. Mesela misal alsak müvetteledimi? Mesela edibi bo'lmagan tabliğlar, da'vatlar bo'lsa qalbimizga ta'sir qildi. Hozircha ta'sir qilmaydi endi. O'zimizdan boshlab ba'zi shakl narsaga aralashib qolgan bo'lishimiz mumkin. Ba'zicha shakl narsalarni deb qolgan bo'lishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni kechirsin. Hammamizni Alloh taolo o'zi rozi bo'lgan amallarga muvaffaq qilsin. Endi shunga biz endi o'zimizni va oilamizni nihoyatda yaxshi qo'g'dishimiz, masalan, o'zimizga va oilamizga ega bo'lishimiz, bolalarımızga ega bo'lishimiz lozim. Ham bizning hozir bolalarimizni endi mana bo'ldi, hech nima bo'lmaydi deb qo'yib, masalan, gumonliq masalan ideyalarni yurgizgan yerlarga birtgan va yoki gumonliq bo'lgan bir holatda yashayotgan yerlarga avatadigan ahvollar yuz berdi. Masalan, tijorat masalasida gumonliq ishlar bek ko'p. Masalan, ma'lum olimlarimiz masalan faychek to'g'riliq fatvo chiqargan bo'lsa, nihoyat oz sondagini bo'ldi desa, xalqimiz uningda kengaytib, buning faychekkin ishqilab kirib ketgan ishlar bor. Burun necha qaytib shunday bir qancha yil burun hech qanday olim ilmlardan so'g'anliq to'g'riliq dalil yo'q. Lekin bular shu bir tijoratga kirib necha million bizim milletimizga ziyon bo'ldi. Endi hozir shu faychekmi shunday bo'lyotdi. Masalan, ba'zi masalalarga qarta o'ylanib, undaqaliqi gumonliq ishlarga mablag' solmasligimiz, shariatga uyg'un emasligini deb ma'ni bilishimiz kerak. Biz endi hozir halol harom masalasi shu ziyon tortib bo'lgandan keyin halolmati haromati deydigan bir holat shakllanib qolibdi. Biz gumonliq shaklik narsalardan yiroq turishimiz, amalvochi oz foyda olsaqmi, jafot olsaqmi, halol ishlarni qilishimiz, o'zimiz uchun gumonliq tijoratdan, gumonliq nuqtalardan, gumonliq yerlardan yiroq turishimiz, gumonliq ideyalardan yiroq turishimiz, o'zimizning farzandlarimizni, bolalarimizni nihoyatda yaxshi tarbiyalashimiz va inna livaladika alayka haqqan deb hadisda bolalarimiz senda haqqi bor deb. Ailemizning bizda haqqi bor, bolalarimizning bizda haqqi bor. Biz o pul mol dunyoni o'zimiz topmadik, o'zimiz topolmaymiz. Alloh birdir. Shu hadisda sahih hadisda hal tunsaruna va turzaquna illa bi duafaikum deb. Sahih hadis bu. Sizlar deydi. Shu rizq, ta'minotni va yordamni faqat ojizlaringlar sababli berilisizlar deb. Ojizlaringlar degan shu ayollarimiz, uydagi bolalarimiz, shu kichik norisizlarimiz sababli berilamiz. Ashunda bo'lgan uyda o'zicha barakat bo'ladi, o'zicha ishlar yaxshilanib qoladi. Nurg'un ota-onalarning amaliy tajriba o'ylanib boqsa bo'ladi. To'y qilganda hech qanday ishim yo'q. Bir ishga bola bo'lgandan keyin Alloh taolo tijoratni yo boshqa ishni o'ng keltirib birgilik shuning bilan pulni tepig'liq endi. Shuni o'ylanib biz bolalarimizga unda piqsig'lik qilgan, bolalarimizga buzib chachquzgan, ayolimizni ezadigan, urdigan, haqorat qildigan, yo'lsiz holatda ularga endi zulm qildigan mana ishni qilmasligimiz lozim qarindoshlar. Demak, endi bu shaklik, gumonliq degan payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamningki ma yaribuka ila ma la yaribuk degan bu hadisi nihoyatda labz qisqa bo'lsa-mu, biz endi shaklik narsalardan yiroq turib, shak bo'lmagan yerlarga berishimiz, shu yerda turishimiz, shaklik bo'lgan narsalarni iste'mol qilmasligimiz, mayli u yemak-ichmak bo'lsin, mayli kiyim-kechak bo'lsin, mayli boshqa narsalar bo'lsin. Shuningdek biz o'zimiz nima qilamiz? Davomliqcha halolga hisob, harom azobning borlig'ini unutib qolmasligimiz lozim. Mol dunyoni biz topamiz, uni bizningki mirosxo'rlarimiz xohlasa yaxshi yo'lga ishlatadi, xohlasa yaxshi yo'lga ishlatmaydi. Uning hisobini biz birimiz qarindoshlar. Shuningdek bu hadisdan payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamniki bizga ko'rsatib berganini Imom Hasan radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisolamniki cho'ng nabrisi o'zining hayotiga tatbiqlab xalifalikdan iborat eng cho'ng huquqdan voz kechib, musulmonlarningki qinining to'kilishininki oldini olgan. Musulmonlarning qini askar quyish to'g'ri keldi. Kabidan ulug' bir musulmonning qini nohaq to'kilib qolsa, buningki o'disidan chiqmoq bek tas. Shunga mushqan to'kildigan ishlarga sabab bo'ladigan, yo gap to'shuydigan, yoki masalan ashundaq musulmonlarningki qinini har xil fatvo qilib turib to'kadigan, mol-mulklarni elib oladigan,
zo'rliq ishlatadigan bunday ishlarni qilish shariatda cheklandi. Bu qat'iy harom ishlar. Ondan sirt hamda shu sheklik ishlarga yaqin kelmaslikni payg'ambarimiz da'vat qilganda biz u haromga yana shunday nahayat yurakli qalatib basaq qilsaq, anda degan bilan deb qo'yib, ba'zi ishlarni qilsak, foydaganda qilamiz, uning barakati yo'qaydi. Foydaganda qilamiz, ziyonni ig'ir tortib ketamiz. Bizning bolalarimizga, o'zimizga halolni yegizish, halolni iste'mol qilg'izish bu bizning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz, qarindoshlar. Shunga ilgirki salafi solihlarning ayollari aytdigini shu yo'ldoshini erini uydan uzatib qo'ygan vaqtda biz açıqçılıqqa bardoshlik bera olamiz, qiyinchilik bardoshlik bera olmaymiz, dovzaqning o'tiga bardoshlik bunaqa açıqçılık qiyinchilik bardoshlik bera olamiz, dovzaqning o'tiga bardoshlik bera olmaymiz. Shunga harom tijorat qilib, haromni aralashtirib silishdan saqlaning deb tavsiyalarni qilgan ekan. Bulardan nurg'un ilgirki shu sahaba ayollar, ondan keyingi tabiinlarninki ayollari va onalarininki nurg'unlagan amaliy baştan keçirgen nimeler var, lekin bu vaqt münasebeti bilan bunu biz bir yerda so'zlab bulamaymiz. Qarindoshlarimiz diqqat qilib, yemek içmekimiz, o'ltirib qupishimiz, qilayotgan ishimiz, masalan, tavag'an o'rnimiz shubhilikmi, shubhilik emasmi? Men qanday qilyapman, nima ish qilyapman? Men qanday qilsam-chu Alloh rozi bo'ldi, qanday qilsam rozi bo'lmaydi deydigan bircha ideyani o'zimizga turg'izishimiz bu intayin muhim. Bugünkü sohbet müşahitlik olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.